Xitoyning Uyg'urlarni tutqun qilishiga yangi sabablar o'ttirg'a chiqmoqda. Egilenishicha, G'ulji shahridagi Naqshavazkarlardan Subhi Mavloning uyidan saltanatlik 100 yil nomli Turkiya filmining plastinkasi topilganlik uchun tutqun qilingan. Ammo oradan 8 oy o'tganiga qaramay, soqchilar uning oqibati haqida oila tavobatlarga hech qanday uchur bermagan. Aniqlash davomida Subhi Mavloning tutqunda ekanligi dalillanish bilan birlikda shu mezgilda mazkur filmni saqlag'uvchi yoki ko'rguvchilardan 50-60 kishining tutqun qilinganligi oshkorlangan. Bu yil 3-oyning boshlarida Xitoy soqchilari Subhi Mavloning uyiga tun kechida bostirib kirgan. Saltanatlik 100 yil nomli Turkiya filmining plastinkasi topilgandan keyin Subhi Mavloni onasi Orzugul bilan birlikda qo'llariga ko'yza solganicha tutib ketgan. Subhi Mavloning onasi bilan singlisi tutilib 15 kundan keyin qo'yib berilgan. Ammo Subhi Mavlon haqida rasmiy bir uchur bo'lmagan. Oilasi Subhining kesilganlik va turmaga yo'tkalganlik ehtimolligini faraz qilgan. Ammo Subhining oqibati haqida ahvol surishti qilishga jur'at qila olmagan. Turkiya raisi Erdo'g'anning riyosatchiligida ochilgan Cumhur raislik Oliy maslahat komiteti yig'inida Uyg'ur masalasi tilga Cumhur raisi axborot ishxonasining boshlig'i Oltinning bildirishicha, yig'inda Suriya, Liviya va Sharqi Turkistonda yuz berganlarni xalqaro kuch sinishdan ayirib qilishga bo'lmaydiganligi o'tirg'a qo'yilgan. Anadolu agentligining xabar qilishicha, yig'inda Turkiyaning qarindoshlarining haq-huquqini qo'g'dash uchun nimalarni qila oladiganligini yaqinda Suriya, Liviya, Shimoliy Siprus va Tog'li Qorabog'da bosgan qadamlari bilan ko'rsatganligi, Uyg'urlarning masalasini hal qilish uchun tirishchanlik ko'rsatganligi o'tirg'a qo'yilgan. Yig'inda asosliq ma'rif va madaniyat sohasida besishga tegishli qadamlar bilan rayon va xalqaro masalalar ustida fikr almashtirish bo'lgan. Xitoy Amerikaning Tayvanga 600 million dollarlik qurolli uçqusiz aeroplan setish qaroriga inkos qaytardi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin Beijingda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerikaning Tayvanga qurol-yarog' setishni tasdiqlaganligiga norozilik bildirdi. Wang Amerikaning Xitoyning ichki ishlariga aralashganligini, uçqusiz aeroplanning Tayvanga setilishi bilan uning egilik huquqi va bexatarligiga og'ir buzg'unchilik qiladiganligini aytdi. Amerikaning bu harakatiga muvofiq va zarur javob beradiganligini ta'kidlagan Wang, Amerika Xitoy munosabatiga texnik ziyon yetkazishning oldini olish va Tayvan bo'g'izining tinchligi va muqimligini qo'g'dash uchun bu xil setishni to'xtatish kerakligini o'tirg'a qo'ydi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Tayvanga umumiy qiymati 600 million dollar bo'lgan 4 qurol-yarog'ning setilishini tasdiqlaganligini e'lon qilgan edi. Amerika prezident saylamida aniqsizlik davomlashmoqda. Navbatda saylamda demokratchilarning nomzodi Bayden oldida ketayotgan bo'lib, Trump ba'zi shtatlardagi natijaga va bilet soniga qarshi chiqdi. Amerika Birlashma agentligi e'lon qilgan g'ayri-rasmiy natijaga qaraganda, Bayden Michigan shtatida raqibi Donald Trumpdan eshib ketgan. Amerika prezidenti Donald Trumpning saylam safarbarlik direktori Bill Stephen ularning Pensilvaniya shtatida g'alaba qilganligini e'lon qildi. Pensilvaniya shtatida hozirga qadar %85% bilet sanalgan bo'lib, Trump 300 ming bilet bilan raqibi Joe Bidendan eshib ketgan. Yana bir tarafdan Amerika prezidenti Donald Trumpning saylam safarbarlik guruhi saylam raqobatidagi xalqaro shtatlarning biri bo'lgan Georgiya shtatida bilet sanashning to'xtatilishini talab qildi. 3-noyabr seshanba kuni Amerikada o'tkazilgan prezident saylamidan keyin ba'zi shtatlarda natijaning aniq bo'lmasligi sababidan saylamda g'alaba qiluvchi hozirgacha aniq emas. İjtimoiy aloqa tor bekiti Twitter Ozarbayjon tashqi ishlar ministri Jayxun Bayramovning hisobini taqib etdi. Gerçi tashqi ishlar ministri Bayramovning sahifasining nima uchun taqib etilganligi to'g'risida tafsiliy uchur bo'lmasa-mu, ammo uning hisobida Twitter qoidaga mos kelmaydigan hisobotlarni taqidi degan uchur yozilgan. Uning yig'inqa Armeniya bilan bo'lgan to'qinishga munosabatlik ba'zi yozmalari Bayramovning hisobotining taqilishini keltirib chiqargan bo'lishi mumkin deb qaralmoqda. 9-oyning 27 kuni Armeniyaning hujumiga qarshi elib berilgan harakatda Ozarbayjon armiyasi 4 shahar, 3 yeza bozor va 200 atrofidagi yeza va Nagorno-Qarabog'dagi bir qism muhim tog'larni Armeniya ishg'oliyatidan ozod qilgan.